Qo'ni-qo'shnilari yaxshi joydan xonadon yurganlarga Alisher Navoiy hududidan xonadonimiz chiqdi. Bu tomoni Mini zapravka tomon Qo'yat deyiladi. Bu tomoni 30-maktab tomon ikkinchi etaj g'ishtdomla 9 metrli verandasi bor bu xonadonimizda. 3 xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Podyezddan kirishimiz bilan o'ng tomonimizda detskiy xonasi bor. Sanuzel, kattalar yotoqxonasi, zal, mehmonxonamiz. 6 metrli verandasi bor. Bu tomoni ayollar xonasi, oshxonasi. Sanuzel. Musulmonchilikka to'g'ri keladigan narsa bor. Ikkita sanuzel. Kattalar yotoqxonasi ko'rishlari mumkin. Kattalar yotoqxonasidan chiqib mehmonxona, zal. Qo'shimcha yerlari bor. 30 sotiydan oshiqroq ko'rishlari mumkin. Domimiz shunday orqasida. Bu sotib turgan joyimiz lokatsiyasi Alisher Navoiy hududida joylashgan. Oilaviy 5-poliklinika yaqinida. Narx-navolar opisanda qoldiramiz. Pastda nomerlarga aloqa chiqib baraka qilishingiz mumkin.